Mana 8 ta qator to'qib oldik. Endi markerimizni qo'yib 11-qatorimizdan 8 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilib to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 mana 8 ta bitta kamaytirish qilamiz. Xuddi shunday 8 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilib 6 marta takrorlab olasizlar. Qatorimizda 54 ta naksiz ustuncha hosil bo'ladi. Mana 11-qatorimiz to'qib tugatdi. Endi 12-qatorimizda bitta qator 54 ta naksiz ustuncha to'qib olamiz. Mana 12-qatorimizni to'qib tugatdik. Endi 13-qatorimizda 7 ta naksiz ustuncha bitta kamaytirish qilamiz. 1 2 3 4 5 6 mana 7 ta bitta kamaytirish qilamiz. Xuddi shunday 6 marta takrorlab olasizlar va qatorimizda 48 ta naksiz ustuncha hosil bo'ladi. Mana 13-qatorimizni to'qib tugatdik. Endi qaranglar 14, 15, 16, 17, 18 5 ta qatorimizni ko'paytirasiz, kamaytirasiz 48 ta naksiz ustuncha to'qib olamiz. Mana 5 ta qator to'qidim. Endi qaranglar buni ichini to'ldirib olasizlar va kim qanday xohlasa tursuk qilsa bundan buyog'iga tanarang qo'shib ketsin. Agar yo'q tursuk emas, o'pishiga maykaga o'xshatib to'qiyman desa, yana 11 ta qator yo'q 11 ta emas 12 ta qator to'qiysizlar rozoviy ipda. Agar tanarangdan to'qimoqchi bo'lsanglar, mana shu keyingi qatorimizdan tanarang ip ulab 12 ta qator to'qiysizlar. Men mayka ispat qilib o'pishi mana shunday qilib to'qiyman, chunki tanarangli ipim biroz ozroq ekan. Shuni hisobiga rozoviy ipdan ham tursuk, ham mayka qilib bitta qilib to'qib olaman. Xullas, kim qanday xohlasa shunday to'qsin va yana 12 ta qator to'qiladi. Birgalikda to'qib ichini ham to'ldirib ketamiz. Mana 12 ta qator to'qib oldim. 48 ta naksiz ustuncha. Endi qaranglar, keyingi qatorimizni hop markerimizni chiqarib birinchi qator deb hisoblaymiz. Hop, birinchi qatorimizdan qo'l qismini o'rnatib ketamiz. Hop, 15 ta naksiz ustuncha to'qib olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mana 15 ta. Endi qaranglar, bu o'ng va chap qo'limizni farqi yo'q. Shuni hisobiga xohlagan qo'linglarni mana o'rnatib ketsanglar bo'laveradi. Mana chap qo'l qilib o'rnatib ketamiz bitta qo'limizni. Hop. Mana shunday ushlab mana shu yeridan kirgizasizlar. Tanadan ham, qo'ldan ham kirgizib mana bitta. Bunisi mana 2 ta. Endi ipimizni biroz uzunroq qilib chiqarib olamiz va mana shu yerga kurchugimizni kirgizib, tanarangli ipimizni ulab olamiz. Mana shunday qilib ulab olamiz va to'qishda davom etamiz. Yana bitta naksiz ustuncha to'qiymiz. Endi ipimizni chiqarib bir-biriga boylab qo'yamiz. Qaychi yordamida kesib qo'yamiz. Endi qaranglar, tana bilan qo'limizni 3 ta naksiz ustuncha to'qidik. Endi mana tanadan 20 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 16 18 19 mana 20 ta. Endi o'ng qo'limizni o'rnatamiz. Mana shunday ushlab, mana shu yeridan ko'z taxmin qilib o'rnataverasizlar.
bu tomonni ham qo'l bilan tanani hop 3 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. Mana birinchisi, ikkinchisi, mana uchinchisi. Endi tanadan to'qishni boshlaymiz. 7 ta naksiz ustuncha. 1 2 3 4 5 6 mana 7 ta. Mana birinchi qatorimizni to'qib tugatdik. Hop, birinchi qatorimizda shu 48 ta naksiz ustuncha. Hop, ikkinchi qatorimizda endi 14 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mana 14 ta. Endi qaranglar, shu yerda bitta kamaytirish qilamiz. Mana shu tanadan bitta zanjir olamiz va qo'ldan ham bitta olamiz. Ikkalasini bittada chiqarib kamaytirish qilamiz. Endi 9 ta naksiz ustuncha to'qiymiz qo'ldan. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana 9. Endi qaranglar, qo'ldan yana bitta zanjir olamiz, faqat oldi tomonni, chunki biz hozir kamaytirish qilamiz. Qo'ldan bitta, hop, tanadan mana bitta tomonni olamiz. Ikkalasini bitta qilib o'tkazamiz. Endi tanadan 18 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5. Mana 18 ta to'qidik. Yana bitta kamaytirish qilamiz. Tanadan bitta olamiz va qo'ldan bitta olamiz. Mana endi 9 ta naksiz ustuncha to'qiymiz qo'ldan. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana 9 ta bitta kamaytirish qilamiz. Mana ikkalasidan chiqaramiz va 6 ta naksiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 ta. Mana ikkinchi qatorimizda 60 ta naksiz ustuncha hosil bo'ldi.